Assalomu alaykum o'rtoqlar, hammaga yana bir bor. Demak, bugun sizlar bilan birgalikda ICT konsepsiyasi doirasidagi yangi bir darslik, ya'ni fair value gap va inversion fair value gap haqida gaplashamiz. Albatta, ICT konsepsiyasida eng muhim bir qonuniyat bor. Narx PDRA dan yana bir PDRA ga yuradi va bu jarayonda biz premium and discount, OTE va boshqa shu kabi muhim instrumentlardan foydalangan holatda entry setuplarni amalga oshiramiz. Vaqt albatta muhim ahamiyat kasb etadi, lekin baribir eng asosiy qonuniyat shuki, narx har doim ma'lum bir PDRA dan reaksiya oladi. Aynan ushbu PDRA larning ichida eng muhimlaridan ikkitasi bu fair value gap hamda inversion fair value gap. Bugun mana shu bloklar haqida batafsil gaplashamiz. Xo'sh, imbalans ikkinchi nomi mana shunaqa tanilgan FVG ning o'zi aslida marketda qanaqa hosil bo'ladi va qaysi FVG good, ya'ni yaxshi real marketda ishlab beradi, qaysi fair value gap ishlab bermaydi. Xo'sh, ishlab bermagan fair value gapdan biz teskari tarafga setup amalga oshirsak bo'ladimi? Va inversion fair value gap qaysi holatlarda yuzaga keladi degan savollarga bugun batafsil darsimizda javob topasiz. Undan tashqari yana fair value gapdan entry qilish nuqtalarida biz qaysi time framelarda ishlaymiz va qanaqa qilib tasdiq olamiz. Mana shular haqida ham batafsil javob olamiz darsimiz davomida. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib fair value gap. O'zi bu nima degani? Inglizchadan olingan, albatta bilasizlar, fair value gap deb aytiladi. Gap o'zi ma'nosi bo'shliq. Ya'ni bozorda narx bo'shliqlarni rostaniga to'ldirib yuradi. Xo'sh, bu bo'shliqlar qanaqa hosil bo'ladi o'zi marketda deydigan bo'lsanglar, bizga har doim 3 ta candle kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib turib buy yoki ikkinchi nomi long position uchun hosil bo'lgan fair value gapni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda bizada shunaqa holat yuzaga keladiki, misol buy uchun hosil bo'lgan fair value gap. Birinchi candle'imiz oddiy tabiiy ravishda hosil bo'ladi. Misol tepaga hosil bo'ldi. Ikkinchi candle'imiz impuls bo'lishi kerak har doim. Impuls degani katta candle bo'lishi kerak. Mana shu candle endi bizada 3-chi candle ham kerak bo'ladi. Har doim 3 ta candle. FVG ni aniqlash uchun esdan chiqarmanglar. 3-chi candle'imiz bizada farqi yo'q. Qanaqa joylashadi, qanaqa entry qilinadi, buni ahamiyati yo'q. Instagram sahifalarimizda mana shu fair value gapning ishlash effektivligi jihatdan qaysi turdagisi muhim ahamiyat kasb etadi degan savolga qisqacha videorolikda ma'lumot berganmiz. Ana shuni ko'rib ketsanglar, eng muhim bir sizlarga sistematik bir tizimni olib beradi. Ya'ni o'sha ma'lumot. Ya'ni FVG ning eng yaxshi ishlash jarayonlarini o'sha darslikdan olasizlar. Xo'p, demak, bizga birinchi candle'imiz, masalan, mana bu birinchi candle ko'rasizlar, to'g'rimi? Birinchi candle. Okay. Endi bizda ikkinchi candle bor. O't. Ikkinchi candle. Xo'p, bizda 3-chi candle'imiz bor. To'g'ri, mana shu 3-chi candle. Xo'p, bizga birinchi candle har doim tepa soyasi kerak bo'ladi. Mana shu tepa soyasi. Birinchi candle buy uchun hosil bo'layotgan fair value gapda. Tepa soyasini olamiz va chiziqcha tortib olamiz mana. Mana shu tepa soyasi. Bizga pastki soyasi kerak emas. Va keyingisi mana bu 3-chi candle'imizga nazar tashlashimiz, ikkinchi candle'ga tegmaysizlar. 3-chi candle pastki soyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Mana shu o'rtadagi bo'shliq har doim bizga buy zona bo'ladi. Mana shu fair value gap nuqtasi deyiladi. Ya'ni imbalans yoki fair value gap imba farqi yo'q. FVG deyiladi. Va narx mana shu nuqtaga qayta kelganda kichkina time frame'da struktura sinishidan keyin entry qilinadi. Entrylarni ham ko'rsatib beramiz. Undan tashqari kelgusi darslarda sizlarga entry qilish bo'yicha, tasdiq olish bo'yicha darslar ham beramiz. Hozir faqatgina fokusni fair value gapga qaratinglar. Mana shu imbalans nuqtamizdan entry qilamiz har doim. Endi keyingisi bizda xuddi shunaqa short position uchun, qizil candle'lar namoyish etiladi bizda. Va bizda ikkinchi candle har doimgidek impulsiv bo'lgani yaxshiroq. Impulsiv bo'lmasa-chi, olsak bo'ladimi degan savolni berishadi. Ha, olinadi. Istalgan bo'shliq fair value gap deyiladi aslida. Misol uchun bizda endi nima bor? Mana bu birinchi candle. Tepadan sanaymiz. Sell tushtiradi tepadan. Mana bu ikkinchi candle. Va bizda bor 3-chi candle. Mana bu 3-chi candle. Xo'p. Birinchi candle pastki soyasi, e'tibor bering, pastki.
mana shu pastki soyasi hamda 3-candle yuqorigi soyasi bizada muhim ahamiyat kasb etadi. Mana shu nuqta imbalans deyiladi va mana shu imbalansning o'zi asl mohiyati balans qilinmagan narx. Ya'ni aslida balans qilinishi kerak edi narx, lekin balans qilinmadi. Ya'ni bo'shliq qolib ketdi. Aynan shuni bozor to'ldirish uchun albatta qaytadi. Albatta qaytadi. Ya'ni bu sell uchun hosil bo'lgan fair value gap yoki bo'lmasam short keyingi nom. Short pozitsiya. Mana bizada imbalansni ikkita turi, sell va buy uchun. Imенно narx mana shu nuqtaga qaytib kelganidan keyin qachon qaytib kelishidan qat'iy nazar qanaqadir tasdiq bersa, target sifatida qo'llab biza sellga entry qilamiz. Bu fair value gap albatta juda muhim ahamiyat kasb etadigan nuqta. Narx mana shu nuqtada magnit vazifasini ham bajaradi. Ya'ni siz targetni qayerga qo'yaman degan savol bor-da, ba'zan. Targetni qo'yishda ham aynan fair value gap nuqtalariga e'tibor qaratishingiz kerak. Va aynan FVG bor joyiga narx intiladi. Yopadi bozor shu FVG ni. Qachondir, lekin tasdiq bilan ishlaydigan bo'lsak, aynan biz FVG ni qaysinisidan entry qilish kerakligi haqida batafsil bilamiz. Xo'sh, mana shu fair value gapni sodda, oddiy topish usuli. Keling, grafikdan ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda mana kuchli qulash tillada. Mana o'sha fair value gap birinchi candle ko'rdinglar-a? Ikkinchi candle impulsiv, uchinchi candle mana yuqoriga va bo'shliq bor bizada. Mana bo'shliq bor. Mana shu bo'shliq bizada imbalans deyiladi. Va imbalansni narx pastga qarab quladi. Xo'sh, imbalansni fair value gap aksar holatda misol mana shu bo'shliq bo'ladi-yu. Imbalans ko'rsatamiz, misol sell uchun hosil bo'lgan imbalans. Buni narxi balki masalan mana kichkina yashil svecha bo'lar. Rangini farqi yo'q bizga. Mana kichkina yashil svecha bo'lib qoldi. Tasavvur qiling. Mana. Keyin buni impuls bilan yutdi. Mana qizil shamcha, to'g'rimi? Qizil shamcha. Ko'pchilik chalkashadi-da, mana shu holatda ham biza tepadagi yashil svecha yo'q, qizil bo'lish kerak edi-ku, yo'q. Bizga bo'shliq bo'lsa kifoya. Tushundingizmi? Narx ozgina tepaga yopildi, mana shunaqa qilib, misol tasavvur qiling, yashil bo'lib yopildi, lekin bo'shliq bor. Tasavvur qiling, mana o'sha bo'shliq. Misolan, mana bo'shliq. Mana shu holatda ham biza imbalansni olamiz. Tushundingizlar, mana imbalans bo'shliq bor bu yerda. Tushuntira oldimmi? Ya'ni ranglariga e'tibor qaratib bo'shliqni imbalans emas ekan degan xulosaga kelmang demoqchiman. Aynan bizada mana shu nuqta FVG bo'lib qoladi va FVG ning entry qilayotganda har doim teng o'rtasi bo'ladi. Eslab qolinglar. Mana men 0.62 ni o'chiraman, 0.75 o'chiraman, 0.5. Shu 50% ga narx kelish kerak ko'p holatda. Lekin biz tayyor turamiz. Ba'zan mana shu chiqib turib, sirazu oqib ketishi ham mumkin. Ba'zan tepaga to'liq to'ldirib, keyin oqishi ham mumkin. Buni endi biz tasdiqlardan keyin olamiz. Har doim. Esingizda bo'lsin. Tasdiqlardan keyin ishlaymiz har doim. Demak, bu sell uchun hosil bo'lgan imbalans nuqtasi. Aynan mana shu nuqtadan narx pastga qarab tushgan. Ya'ni hurmat qilingan zona. Endi keyingisi bizada buy uchun hosil bo'lgan fair value gap. Har xil holat bo'lishi mumkin. Misol uchun qarang, mana bu yerda birinchi candle, ikkinchi candle, uchinchi candle va narx imенно shu holatda mana bu yerda bo'shliq volum imbalans ham tashab ketgan. Bu haqda kelasi darslarda ma'lumot berib o'taman. Simulyatorning orqaga qaytaraman bozorni. E'tibor bering. Biz mana bu kirishda emas, biz mana bu joyda o'zi ishlashimiz kerak. Tushunasizlarmi? Mana shu joyda o'zida biz entry qilishimiz kerak mana. Birinchi candle, ikkinchi candle, uchinchi candle. Impuls bor, bizda bo'shliq bor mana. Mana shu joydan mana bu joygacha olamiz mana. Imbalans mana shu FVG nuqtasi deyiladi bozorda bizda. Imbalans. Endi mana shuni 50% ni o'lchaymiz. Mana teng yarimi. Tushunasizmi mana? Teng yarim. 50%. Mana. Narx 50% ga tushib, impuls bilan tepaga chiqib ketadi. Va mana shu holatda narx mana imbalans dash buy. Shu holatda o'zida entry qilishni ko'rsatib ketaman. Ya'ni tasdiq olish. M15 time frame ga tushasiz. Time frame alignment rules degan qoida bor. Jigarlar. Buni bilasizlar, qanaqa qoida ekanligini. Ya'ni YouTube'da bundan bitta oldinga o'tkazasizlar, aynan o'sha time frame alignment qoidasi darsligi turibdi. Ya'ni o'sha darslikni ko'rib olasizlar. Mana shu darslik time frame alignment darslik. Tasdiq olishga ham fair value gap, PD array, narx reaksiyasi,
hammasiga o'tadi. Ya'ni ICT konsepsiyasi bo'yicha aynan shu time frame alignment qoidasi barchasi uchun birdek mustasno. Ya'ni aniq qilib aytadigan bo'lsak, ta'sir ko'rsatadi albatta. Endi fair value gap nuqtasida, misol mana shu nuqtada qanaqa holat yuzaga keladi? Misol mana shu nuqtani fair value gap nuqtasi deb tasavvur qiling. Narx M15 time frame da mana shu nuqtaga keladi. Eslab qoling, buy uchun ko'rsatib beryapman, sell uchun ham xuddi shunaqa. Bizda birinchi tasdiq sifatida engulfing muhim rol o'ynaydi. Engulfing, ya'ni eng oxirgi candle, eslab qoling, eng oxirgi candle tanasini yutib olish kerak. Nechta shamcha bo'lishidan qat'iy nazar. Bittada yutsa yaxshi. Mana bunday qilib. Bu birinchi kirish nuqtamiz bo'ladi, engulfing. M15 time frame da. Tushundingizmi? Mana shundan keyin enter qilamiz, bemalol, qo'rqmasdan. Ikkinchisi struktura sinishi. M5 time frame, M1 time frame, M3 time frame da narx strukturasini sindirish kerak. Mana keldi, oxirgi high nuqtani buzib, keyin dashi narx bayga ketadi. Eng oxirgi high va low. Mana o'sha nuqta. Va bizda eng oxirgi holatda yana bir tasdiq turimiz bor. Aynan bizda FVG ichida M15 time frame da FVG yaralishi kerak. Tushundingizmi? Engulfing bermasin. Misol uchun tasavvur qiling, engulfing bera olmadi, lekin FVG berish kerak. Qarang, tasavvur qiling, imbalans beradi. Bozor ichida lokal time frame o'zida imbalans yasaydi. Tushuntira oldimmi? Lokal o'zida aynan FVG yasab beradi mana. Kichkina FVG ham hisobga o'tadi. Mana shunaqa FVGlar ham bizda hisob bo'ladi. Shu FVG ni yasalishidan keyin narx ozgina orqaga korreksiya berganda bayga qo'shilib olsa bo'ladi. Aynan mana shu holatda ko'rib chiqamiz. M15 time frame da misol mana shu narxga tushdi, candle ko'rdingiz-a? Bizga engulfing berish kerak. 50% ga narx keldi va bizda nima yasadi? FVG yasab berdi. Ko'rdingizlarmi mana? O'sha H4 time frame ichida M15 time frame o'zida ham fair value gap yasalyapti. Ya'ni time frame alignment qoidasi bo'yicha H4 dan M15 time frame ga tushasiz. Va narx mana shu FVG ni yasagandan keyin o'sha bayga kiraveramiz, qo'rqmasdan. Mana bu nuqtani o'zidan o'sha entry, stop loss. Imенно mana shu FVG ni tagiga, mana shu tashkil qilgan FVG ni tagiga qo'yasiz stop. Take profit 1 ga 2, 1 ga 3. Mana 1 ga 2 turibdi ekan o'zi, как раз. Tekshirib ko'ramiz. Narx nima qilgan? Ko'rdingiz-a? O'sha take profit urilgan. O'sha 1 ga 2 olingan. Endi dash nariyoqqa qo'yish shart emas. 1 ga 2 chiroyli entry setup qilgan yaxshi. Mana tepadagi mana bu liquidity olingan. 1 ga 2 o'sha error bor. Mana bu yerdagi mana tepadagi FVG ham narxi ushlab qo'ygan. Biza endi ko'pchilik mana shu darslikdan keyin yoki bo'lmasam istalgan FVG dan entry qilish kerak emas. Ya'ni bundan tashqari tasdiq olinishi kerak har doim FVG larda va bu narsani o'zi ham 100% lik model emas. Ya'ni har doim e'tibor qaratilishi kerak mana. Birinchi safar keldi, narx imенно shu nuqtadan yuqoriga chiqib ketgan. Ko'rdinglar-a? Keyingi safarga narx kelishiga e'tibor bering. Misol uchun, imенно shu joyda o'zi mana FVG tashab ketgan yana. Ko'rdingizmi mana? FVG. Narxi ushamagan emas, ushagan. Uni tepasida order block bo'lgan. O'tgan darsimiz. Ko'rasizmi mana order block. Mana shu holatlarda FVG dan emas, ya'ni impuls mana ko'rdingizmi narx chiqqan, ipasga impuls tashagan. Shu arafasida bizda nima tashab ketyapti? FVG tashyapti. Tushundingizmi? Tepada order block tashab ketyapti mana. Mana bu joyda. Ha? Mana shu sal teparog'ida deylik. Mana shu holatda bizda OT05 premium discount degan narsalar bor-da. Birdaniga FVG dan reaksiya kutib qolish kerak emas. Har doim birinchi navbatda e'tiborimizda FVG turadi, lekin biz teparog'dagi order blokni ham unutmaymiz. Ya'ni ikkita setup bo'lishi mumkin, birinchi, ikkinchi. Tushundingizmi? Imенно mana shu nuqtada bizda mana bu joyga narx yetib kelganda qanaqa reaksiya berganini ko'rishimiz kerak. Buni qanday bilamiz? Qaysi FVG ishlaydi, qaysi FVG ishlamaydi-ni kichkina time frame, ya'ni M15 time frame da boya aytganimdek bilamiz har doim. Tushundingizmi? Misol mana keldi, shu nuqtada FVG ni ichiga narx chiqqan payti nima holat yuzaga kelgan? Mana ko'rishimiz mumkin birinchi navbatda. Tepasida obi turibdi mana. Ko'k chiziq order block. Va bizda tasdiq bormi sellga? Hech qanaqa sellga bizda tasdiq yo'q. Narx prям kelyapti, reaksiya berib ketish kerak edi, lekin order blockgacha chiqdi mana. Narx endi tasdiqni ko'rishimiz kerak bizga. Mana uje bizda nima bor? Bizda eng oxirgi mana bu
order block yasaldi va uni tepasida nima yasaldi? Fair value gap yasaldi mana. Imbalans. Xuddi shu narsa. Ana endi biza qo'rqmasdan mana shu joyda enter qilamiz cellga. Tushundingizmi? Mana shu joydan cellga enter qilamiz. Mana bu liquidity va mana bu joygacha. Mana bu yerda imbalans ushlab qolgan joyi bor. Shungacha target qo'ysak bo'ladi. 100% emas, mana ko'rishlar mumkin narx shu joydan mana bu joygacha target urilyapti. Ya'ni imbalans narxi yana ushlab qoldi. Bu yerdagi eng asosiy mohiyat nimadan iborat desanglar, imbalans hamma ham aniqlay oladi. Lekin enter qilayotganda tasdiq olish mana shu narsani ko'pchilik esdan chiqaradi. Ya'ni qanaqa? Biza tasdiq olayotgandagi narsamiz time frame alignment qoidasi. Bu juda muhim narsa. Ya'ni biza birinchi bo'lib turib fair value gapni misol bu yoqdan ko'rsataman, H4 time frame o'zidan istalgan FV ga ishlamagan. Ishlamagan FV galar bor bizada. To'g'rimi? Misol mana bu FV ga ishlamagan tarzda-da. Har bitta FV ga ishlamagan-ku. Mana bu nuqtada buzib o'tildi. Keyin unchalik ushlamadi narxi, teskarisiga mana bu keyingi FV ga esa ishlab beryapti mana. Mana bu nuqtada bu FV ga ushyapti narxi. To'g'rimi? Mana shu narx ushadi, lekin bu FV ga ushamadi. Sabab nimada? Buning sababi M15 ga o'tasalar, M15 time frame javob beradi. Ishladimi, ishlamadimi degan savolga. Tushundinglar? Mana ko'ramiz birgalikda mana M15 dagi mana bu FV ga tasdig'i bor, lekin unaqa ko'p yurmagan. Mana shu holatda ham FV ga ichida narx nima yasagan mana? Imbalans yasab bergan. Ko'rishlar mumkin mana. Imbalans yasab bergan. Tepasida engulfing bor, tasdiqdan keyin uje bu yerda endi ko'p yurmagan, ya'ni ishlab bermagan FV haqida gap ketyapti. Bo'shliq qanchalik katta bo'lsa, ishlash ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. Bu yerda 1 ga 2 ishlagan ekan, lekin aktiv emas. Mana bu nuqtada FV ga uje e'tibor beriladi. Mana shu imbalans nuqtaga narx yetib keldi. Tepasida ozgina yuqoriroqda FV ga bor. Mana shuni ham qo'shamiz. Mana shu nuqtadan keyin narx pastga tushib, oxir oqibat fair value gap tashab ketgan. Ko'rdingiz-a? Mana fair value gap tashab ketgan. Mana shu fair value gapdan enter qilamiz. Ya'ni bizaga imbalans ichida imbalans yasalishi FV dagi enter qilishimiz asosiy tasdig'i bo'ladi. Mana shu FV ga enter qilamiz. Bo'ldi biza. Mana shu nuqtada stop loss mana shu FV ga tepasiga. Tushundingizmi? Hayga emas. Shu FV ga tashkil qilgan M15 candle tepasiga qo'yamiz, bo'ldi. Stop urib ketish holati, boshqa holatlar bo'lishi mumkin, lekin bizning qoidamiz shu. Va sell side liquidity target bo'ladi. Sell side liquidity target bo'ladi va 1 ga 3 error bor. Va biza eng asosiy qoidani sizga tushuntirib bera oldim. Ya'ni fair value gapni topish qiyin emas, lekin uni sifatli ishlab beradigan yoki ishlab bermaydi degan savolga javob faqat bitta. Kichkina time frame ga tushasiz va imенно shu kichkina time frame o'zida ham xuddi shunaqa fair value gap nuqtasi yasalishi kerak. Ana undan keyin enter qilishingiz bozorda sizga yaxshi targetlarni olib keladi. Bu eng muhim nuqta hisoblanadi bozorda. Fair value gapda ko'rishingiz mumkin. Mana bu misolda ham FV ga yasalgan, keyin 1 ga 2 yurgan. Bu H4 FV ganing ichida bo'layotgan voqea. Tushundingizmi? Bu H4 mana bu joyda M15. Mana shu vaqt, tushundingizmi? H4 plus M15. Mana bu joyda ham H4 FV ga bor. O'shani ichida mana bu nima yasaldi? M15 plus. Tushundingizmi? Mana shu fair value gap juda sodda modellardan bittasi hisoblanadi bozorda. Juda sodda modellardan bittasi. Undan tashqari yana bir narsa haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. GBP USD parasiga o'tamiz, faqat tilda emas. Liboy moliyaviy aktivda bu fair value gap ishlaydi. Misol uchun daily time frame ga o'tamiz, quarter time frame. Bu fair value gap nuqtasi har doim magnit. Tushundingizmi? Ya'ni o'ziga tortadi har doim. Misol har bitta fair value gapda ishlash arafasida ko'ringlar o'zingizlar mana bu FV ga sell ga yuborgan ko'rishlar mumkin. To'g'rimi? Ikkinchi candle effektiga e'tibor bering. Ikkinchi candle har doim impuls bo'lish kerak dedim. 1, 2, mana bu uchinchi candle. Impuls o'rtada bo'shliq, shu bo'shliqdan yana narx sellga ketgan. Undan tashqari bizda mana bu FV ga tepaga ishlamagan FV ga mana. Ko'rdingizmi? Mana bu joyda FV ga ushamagan bozor. Ya'ni 1, 2, 3. Mana ko'rdingizmi? Mana 3 bo'ldi. Uje bizda mana shu 3 FV ga ushamagan. Nimaga sellga ishlamadi narx? Mana bu joyda ishladi, bunda ishlamadi. Sabab endi biza
time frame alignment qoidasi bo'yicha D1 time framedan H1 time framega tushamiz. Tushundingizmi? Ya'ni H1 da ham bizga nima yasash kerak? FV ga yasash kerak. Ana undan keyingina biz entry qilamiz mana. Ko'rdingizmi mana? H1 da narx FV gini ichiga chiqyapti. Mana. Undan keyin bizga nima yasash kerak? FV ga yasash kerak. H1 time frame o'zida birinchi tasdiq engulfing, ikkinchi tasdiq fair value gap mana. Mana bu joyda engulfing yasyapti. Mana. Qora yutyapti. Narx pastidan imbalans ham yasab beryapti mana. Ko'rdingizmi? Imbalans ham yasyapti. Undan keyin narx nima qilyapti? Oqib ketdi dalish pastga. Bizga setup ikkita bo'lgan. Birinchisi mana bu engulfingdan keyin tezda kirib olish. Mana shu joyga olsangiz, M30 time frame da yoki H1 da fair value ga bo'lmaydigan bo'lsa, M30, M15 time frame da FV ga bo'ladi. Mana shu nuqtada foydalansangiz bo'ladi. H1 da bo'lmaydigan bo'lsa, M15 da yoki bo'lmasam, oxir oqibat baribir FV ga tashlayapti narxini. Ko'rdingizmi? Mana bitta ham imbalans bergan bozor. Mana. Va biz nima qilyapmiz? Mana shu nuqtada entry qilamiz. Stop loss FV ga tashkil qilgan switchning tepasiga. Tushundingizmi? Take profit 1 ga 2. Mana. Bo'ldi, target urilyapti. Mana bu FV ga esa qaranglar, e'tibor beringlar, daily fair value ga bo'lgan narx yetib kelyapti. Sell ga hech qanaqa tasdiq bermagan. Ya'ni narx mana bu nuqtada tasdiq yo'q. Nabarot tepaga fair value ga nuqta yasab qo'ygan. Ya'ni bu nuqta bizda sell ga ishlamaydi, bo'ldi. Chunki bizga tasdiq kerak edi. Narx mana shu joyda qanaqadir FV ga yasaganda edi, biz qo'shila olardik. Eng ideal setup eslab qolinglar. Katta time frame da fair value nuqta aniqlanadi. Bu 1, M5, M3, M15 ga o'tamiz-da qolganlar kabi. Katta time frame da fair value nuqta yasaladi. Undan keyin kichkina time frame da aynan tasdiq time frame alignment qoidasi bo'yicha tasdiq time frame ga o'tiladi va aynan xuddi shu nuqtada yana FV ga kutilishini, yasalishini kutamiz. Tushundingizmi? Misol mana bu nuqtaga e'tibor bering, bekorga emas-ku. Ideal setup mana bu o'zi aslida. FV ga yasalyapti. FV ga daily fair value gapda, tushunasizmi mana? Daily fair value gap D1 bu FV ga mana bu. D1 FV ga chiqdi narx mana. Sekin chiqdi. Liquidity yig'di. Va narx mana bu joyda engulfing. Bu engulfingdan men kirmasdim to'g'risi. Ketdi oqdi pastga. Mana bu FV ga hisobga olib qo'yaman. Ikkinchi eng oxirgi FV ga mana. Ko'rdingizmi? Ikkalasidan entry bor. Va ikkalasidagi entry o'ta go'zal. Birga to'g'ri aslida, lekin men 1-2 spokойно o'zingizni foydangizni olasiz, chiqib ketasiz. Ya'ni ortiqcha tashvishlarsiz chiqasiz bunaqa holatda bozordan. Tushuntira olyapman. Imino mana shu nuqtada bozor juda muhim ahamiyat kasb etadi ishlashda. E'tiborli bo'lasizlar. Xo'p, keyingi narsamiz mana shu fair value gap ishlamasa teskarisiga ishlatish. Ya'ni inversion fair value gap nima? FV ga haqida gaplashdik. Bor narsa shu. Juda ham qiyin emas. Fair value gapni katta time frame dan aniqlaysiz. Daily, hashtag, weekly. Undan keyin o'sha time frame ga tegishli bo'lgan time frame alignment qoidasi bo'yicha kichik time frame ga tushasiz. Daily ga H1, H4 ga M15 va shu orqali yasalgan FV dan 1-2-1-3 setup amalga oshirasiz. Bu eng sodda ICT dagi eng muhim model. Mana shu modelni riskni buzmasdan oxirigacha ushlaydigan bo'lsangiz, juda sodda. Hammasi okey. Ya'ni bemalol ishlasangiz bo'ladi bu narsani. Istalgan prop kompaniya hisoblaridan, istalgan real shotda qat'iy ish ushlaydigan bo'lsangiz, bemalol mana shu model bilan istalgan etapdan o'tsa bo'ladi, istalgan real shotni ko'tarsa bo'ladi. Xo'p, keyingisi inversion fair value gap. Inversion deb yoziladi. Fair value gap. IFVG ikkinchi nomi. Internetda ham juda ham ko'p tarqaldi. Inversion fair value gap. Ko'pchilik ma'lumot berayotganda kerak emas va ortiqcha ma'lumotlarni to'ldirib tashlaydi. Ya'ni bu kerak emas aslida. Inversion fair value gap nima? Xuddi boyagi narsani qayta takrorlaymiz. Bizga birinchi navbatda FV ga kerak bo'ladi. Ya'ni FV ga biz SNR da qanaqa ishlatasizlar? Aynan xuddi shu narsa. SNR da support ishlamasa, keyin teskarisiga ishlatamiz, to'g'rimi? Misol uchun, xuddi shunaqa. Mana bu birinchi candle, ikkinchi candleimiz impulse va uchinchi candleimiz bor. Uchinchi candleimiz bor va narx mana shu nuqtada keldi. Mana bizda birinchi qoida FV ga aniqlab olasiz. Har doim birinchi navbatda FV ga aniqlaymiz. Bo't. FV ga aniqlandi. Ko'rdingizmi mana? Imbalans. Biz bu nuqtadan tasdiq bersa bayga ishlamoqchi edik. Lekin bozor tasdiq bermaydi va bizda shundan keyin narxni buzib o'tib ketadi bozor. Tushundingizmi?
buzib o'tib ketadi. Ya'ni mana shu ishlamagan imbalans nuqtamiz pastga buzib o'tilganidan keyin, masalan, H4 time frame'ni aniqladingizmi? H4 time frame'ni buzib o'tilishi yaxshiroq, lekin lokal time frame'ni buzib o'tilishi ham yaxshi ishlatsa bo'ladi. Mana shu pastga buzib o'tgandan keyin immuniy mana shu nuqtamizni biz inversion fair value gap deymiz. Ya'ni IFVG nuqtamizni teskarisiga ishlatamiz. Teskarisiga narx kelsa, mana shu nuqtadan tasdiq bilan sellga entry qilamiz. Bu eng muhim nuqta hisoblanadi. Bu sell uchun IFVG ni hosil bo'lishi. Endi buy uchun IFVG qanaqa hosil bo'ladi? Sellga fair value gapni aniqlab olamiz. Har doimgidek, boyagi qoida bo'yicha bo'shliq aniqlash menimcha hamma tushundi. Sodda, chunki aniqlash bizga 3 ta candle kerak bo'ladi. Yana bir bor takrorlayman. Va 3-candle sell uchun hosil bo'lgan fair value gapni aniqlash jarayonida yuqori soyasi kerak. Birinchi candle pastki soyasi. Mana shu nuqta FVG edi va biz shu nuqtaga qaytib kelsa sellga ishlaymiz deb turibmiz. Lekin unaqa emas, bozor IFV ga hosil qilib qo'yadi, ya'ni buyga narx yurib ketadi birdaniga. Tushundingizmi? Bozorda bunaqa holatdan bo'ladi deb buni bozor hal qiladi. Va imенно xuddi shu nuqta biz sellga ishlatmoqchi bo'lgan nuqtamiz yuqoriga buzib o'tilishi bizda inversion fair value gap nuqtasi hisoblanadi va endi magnit zonamiz teskari tomonga ishlaydi. Ya'ni narx mana shu nuqtaga qaytib kelganda biz tasdiq bilan buyga setupni amalga oshiramiz. Bu juda muhim bloklardan biri hisoblanadi. Ya'ni eng kuchli bloklar o'zi PDRA'lar sifatida ikkita: order block va fair value gap. Order blockni ishlamasligi breaker block, fair value gapni ishlamasligi inversion fair value gap deyiladi va men aynan eng muhim magnit zonalarni hosil qilgan fair value gapni teskarisiga ishlamagan tarafga ishlatishimiz mantiqan to'g'ri. Mana shuni ham hisobga olinglar har doim. Bu juda muhim hisoblanadi. Mana shu narsa IFV ga, ya'ni inversion fair value gap nuqtasi deyiladi. Boshqa narsa yo'q. Rangi, boshqa narsasi, svechalarning hosil bo'lishi bizga ular ikkinchi darajali. Eng muhimi FVG ni buzib o'tilishi va teskari tomonga ishlatilishi. Ketdik grafikda ko'rib chiqamiz. Daily time frame, funt USD parasi. Funt USD parasi bunaqa narsa ko'p ham bo'lmaydi, lekin yaxshi ishlab beradi. Har doim ishlamagan FVG nuqtasini teskarisiga ishlashi. Mana bu nuqta qaranglar. Ko'rdinglar, mana bu fair value gap. O't, mana FVG bo'lgan, mana shu nuqta. Bozorda bir necha bor ushlab qoldi. E'tibor bering mana. FVG 1, 2, 3-candle. Tushunasizmi? Mana bu birinchi candle bo'lgan. O't. Birinchi candle. To'g'rimi? Mana. Birinchi candle. Ikkinchi candle bor bizda. Pastida nima bor? Ikkinchi candle'imiz bor. Ikkinchi candle. Va bizda 3-candle kerak FVG deyishimiz uchun mana bu yashil candle bizda 3-candle bo'lgan va shuni o'rtasida bo'shliq FVG qolib ketgan mana. Ko'rasizmi? Mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana bo'shliq. Narx kelgan, xuddi shu nuqtadan pastga quladik. Narx yana bir bor keldi. Xuddi shu nuqtadan yana pastga quladik va narx yana keldi, yana quladik, yana keldi, yana qulayapmiz va oxir oqibat impuls bilan buzib o'tib ketdik. Endi bu nuqta bizga teskari ravishda kelgan payti buyga setup beradi. Ya'ni inversion fair value gap nuqtasi sifatida qaraladi bozorda. Mana o'sha aynan inversion fair value gap nuqtasi bozorda o'zini ta'sirini ko'rsatdi. Tushuntira oldimmi? Mana shu nuqtada inversion fair value gap, inversiya yuzaga kelgan. Ya'ni balansirovka qilingan narxni teskari tomonga buzib o'tdi va inversiya yuzaga keltirdi. Ya'ni kuchli yurish yuzaga keltirgandan keyin bizda narx yuqoriga harakat bo'ladi. Tushundingizmi? Endi daily bo'lgani uchun H1 ga tushamiz va H1 time frame'da imенно shu nuqtada nima yuzaga kelgan? E'tibor bering. Takrorlayman. Boya FVG ichida FVG topdik kichkina time frame'da. Ana endi FVG ichida IFVG yuzaga kelyapti. IFVG ni katta time frame daily'dagi IFVG ichida H1 time frame'da IFVG yuzaga kelish kerak. O'shandan keyin setupni amalga oshiramiz. Misol uchun, narx yetib keldi. Birinchi qadamda ko'rasiz, mana bu eng oxirgi fair value gap. Ushab turibdi bozor narxi. Ko'rasizmi? Mana shu fair value gap nuqtamiz buzib o'tildi yuqoriga mana. Bir marta ushladi, keyingi safar buzib o'tildi narx va aynan xuddi shu nuqtaga test, undan keyin narx impuls bilan yuqoriga chiqib ketyapti.
mana shu nuqtadan entry qilamiz. Ya'ni IFVG ichida IFVG yuzaga kelyapti-da. Va bizada eng oxirgi impulsiv mana bu candledan oldingi candle tagiga stop loss, ya'ni qo'yamiz. Va 1 ga 3, 1 ga 4 error. 1 ga 2 ham stabilni yaxshi. Xohlasangiz mana shu impuls candle tagiga stop loss. Konservativ bo'ladi. 1 ga 2 error ushlaymiz bozorda. Bozor o'shandan keyin narx impuls bilan yuqoriga baribir chiqib ketadi. Ko'rishingiz mumkin. Tushundingizmi? Yana bitta entry, ya'ni entry qilayotganda bizda formula yuzaga kelyapti. Qanaqa formula yuzaga kelyapti? Ya'ni kim? FVG ichida FVG. Birinchi navbatda biz model o'zimizga yaratamiz. Model qanaqa? Fair value gap plus I fair value gap. Ya'ni IFVG modelidan savdo qilishimiz uchun o'zimizga model sifatida algoritm tuzishimiz uchun bizga nima ishlar ketma-ketligi kerak? Qayta takrorlaymiz. Birinchi navbatda biz katta time frame da, ya'ni HTF deymiz. HTF time frame da bizga nima kerak? FVG yoki IFVG kerak. Topamiz, aniqlaymiz. Shu nuqtani aniqlaganimizdan keyin narx shu nuqtaga qaytib kelishini kutamiz azizlar. Ya'ni ikkinchi navbatda biz nima qilamiz? Kichkina time frame, LTF time frame ga tushamiz. Tasdiq kutamiz. Ya'ni biz kichkina time frame da ham aynan shunaqa, ya'ni katta time frame da nima topgan bo'lsak, mana bunaqa strelkaviy ko'rsatib qo'yaman. HTF da nima bo'lgan bo'lsa, xuddi shu narsa LTF da ham bo'lish kerak. Misol, FV ga topdikmi? Demak, buy ga FV ga topdikmi? Kichkina time frame narxi yetib kelgandan keyin katta time frame ga FV ga hosil bo'lish kerak. Tushundingizmi? Bu formula ikkalasini birlashtiradigan bo'lsak, mana shuni birlashtiradigan bo'lsak, men shunaqa aytayman, HTF plus LTF. Ikkalasi barobar bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Model. Mana shu narsa bizda entry ga setup beradi. Uchinchisi 1% risk. Ya'ni risk management. 1% risk qilasiz. Sorry guys. Risk management 1%. Ortiqcha risk kerak emas. Aniq va entry qilasiz. Tasdiq sifatida o'zingiz bilasiz endi nima ishlatish kerakligini boya yuqori ta'kidladim. Endi time frame model ko'pchilik mana shu time frame model yana bir bor takrorlayman. Qadrdonlar, mana shu YouTube kanalimizda sal orqaroqdagi videomizda time frame model bo'yicha darslik bor. Ya'ni qaysi time framedan qaysi time framega tushib savdo qilishimiz kerak. Batafsil darslik bor-da, u yerda to'lig'i. D1 dan tushamiz H1 time framega. Tushundingizmi? Bizda yana bor. Weekly time framedan tushamiz H4 time framega. H4 time framedan tushamiz M15 time framega. Mana shu time frame modeli bizda mana bu narsani hal etadi. Ishlaydimi, yo'qmi degan savolga javob mana shu time frame modelida bo'ladi. Tushundingizmi? Aynan mana shu time frame modelida siz qanchalik to'g'ri foydalansangiz, demak mana bu siz tanlagan algoritm juda ham zo'r ishlab beradi. Sizni qiziqtirgan qanaqa kommentariyada savollar bo'ladigan bo'lsa, yozib qoldiring. Men o'zim shaxsan javob berib chiqaman. Undan tashqari yana ICT bo'yicha qanaqa darslar qilib beraylik, qaysi modellar siz uchun qiziq, mana shu narsalarni yozib qoldirsanglar kommentariyada va qanchalik aktiv bo'lsanglar, bizda darslik chiqarishda shunchalik ko'p ishtiyoq bilan harakat qilamiz. Bugungi darsimiz fair value gap va I fair value gap nima? Undan qanday foydalanamiz? Sodda, qisqa va lo'nda hamda u ustidagi o'zimni ishlatadigan modelimni sizga o'rgatdim va eng muhim qoida, yana takrorlayman, time frame hamda HTF plus LTF mana shu model bizga eng zo'r entrylarni, setuplarni taqdim qiladi. Mana shu narsani esingizdan chiqarmang. Good luck and good trading. Kelasi darsda ko'rishamiz. Charchamanglar jigarlar.